Demak, ringning ko'k burchagida Toshkent shahri vakili Salimboy Rasul Muhammedov chiqib kelmoqda. Demak, bizga kickbokschilarni yana bir bor tanishtirib o'tishdi. Sardor Mirzolimov eslatib o'taman, jangni boshqarib boradi referi. Barchasi tayyor. Isfandiyor Xolmedov bir tomonda, murabbiy Shehzod Qodirov ikkinchi tomonda. Barchasi tayyor. Demak, gala final, sara final birinchisi. Boshladik. Salimboy ancha tajribali Toshkent shahar vakili, raqibi ham anoylardan emas. Uni yaxshi bilamiz. Kabir yo'nalishida low kick. Yana bir low kick amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Nurmuhammad Abdullayev ikkilik zarbasi va high kick yo'layotgan bir vaziyatda muvozanatni ushlay olmadi, yiqilib tushyapti. Low kick. Abdullayev ancha faol. Ikkilik zarbasi yo'lashga erishmoqda. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba, o'ng qo'l yana middle kick ortidan aniq zarba yo'lashga erishmoqda. Abdullayev jangni kuzatishda davom etamiz. Ilgarilab ketdi. Abdullayev anchagina taklab o'tishimiz lozim. Middle kick yo'llashga erishmoqda. Yana bir middle kick. Low kick ham yo'lladi. Front kick, low kick. Qo'lda zarbalar almashinuvi, clinch. 5-3, 5-3, 7-4 mana shunday hisob qayd etilib turibdi. Birinchi raundda ustunlik qizil burchakdagi sportchida. Backfist o'tmadi. Middle kick. Birinchi raund yakunlanmoqda. O'zgarmadi o'shandan buyon hisob. Saqlanib turibdi 5-3, 5-3, 7-4. Ustunlik Toshkent viloyati vakili Nurmuhammad Abdullayevda. Qodirov ham, Inoyatov ham hozir o'z ko'rsatmalarini berdi. Ikkinchi raundda Salimboy albatta vaziyatni o'zgartirishga harakat qilish kerak. Abdullayev esa barchasini risoladagidek bajaryapti. Raqibni kutib olish chog'ida
O'sha low kick zarbalari ish bermoqda. Ba'zida middle kicklarni ham ko'rdik. Har ikkala oyoqda bu zarbalarni aniq amalga oshirayotganligini ham ta'kidlab o'tamiz. Clinch. O'z vaqtida javob qaytaryapti. Back fist amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda Nurmuhammad Abdullayev. Yana bir low kick. Ichki low kick. Middle kick. Har ikkala oyog'ida bir xilda zarba yo'layapti Abdullayev. Bu kuchli jihatlardan biri bevosita aytib o'tamiz. Yengil bo'lishiga qaramasdan qarang, yosh bo'lishiga qaramasdan sportchilarning zarbalari anchagina og'ir yo'llanyapti. Muvozanatdan chiqarishga muvaffaq bo'lmoqda raqibini. Qorniga zarba, tizzada zarba. Bu hali ikkinchi raund, ancha yaqinlashib olishga muvaffaq bo'ldi hisobda. Middle kick darhol zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Low kick. Jigariga qanday kuchli zarba yo'llashga erishdi va barcha hakamlar buni ko'ra olishdi. O'tdi zarba his qildi buni. Front kick o'zi kelib urilyapti mana shu zarbaga. Ha, u sezdi zarbani. Abdullayev. Clinch. O'ng qo'lda zarba, tizzaday zarba yo'llashga erishmoqda. Va vaziyatni tarozi palasini o'z tomoniga og'dira oldi. Rasul Muhammedov bittagina zarba. Hozir yana o'sha jigariga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rgan edi. Bog'layapti raqibni. Abdullayev yana jigariga mo'ljallayapti o'sha nuqtani. Nishonga olyapti. Ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Og'riq boruni sezdi Nurmuhammad Abdullayev. Rasul Muhammedov esa biroz ayyorlik ishlatadi. Bu bo'ladi. O'sha futlari qishib ketganligini shama qildi, chunki og'riq bor. G'alaba uchun mana shunday yo'llar ham bor. Ayblamaymiz aslo. Bu ayyorliklar kichik. Eng kuchli professionallarda ham bo'ladi. Buni qila olishni bilish kerak. Qila oldi Abdullayev, qila oldi. Ustunlik esa Rasul Muhammedov tomoniga o'tib ketdi. 8-6, 9-6 ikkita hakam Rasul Muhammedov foydasini qayd etyapti. 8-7 bitta hakam Nurmuhammad Abdullayevning ustunligini ko'rmoqda. Oldinda esa hali yana bitta raund bor. Uchinchi raund. Himoyadan hozir hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Low kick. Front kick amalga oshirishga erishmoqda. Back fist. Birozgina mo'ljalga bormadi. Qo'lda kutib olyapti raqibini. Yana mana shu qoringa yo'llayotgan zarbalarga e'tibor qarating. Jigariga aniq eng muhimi. Yana bir low kick. Javob qaytyapti. Uppercut qisqa masofadan beldan past qismiga zarba berib yuborganligini qayd etmoqda. Ancha ilgarilab ketdi. Bandaj qishib ketgan. 1,5 daqiqa farq esa katta. Birinchi raundni juda yaxshi o'tkazayotgan. Ikkinchi raundda ham umuman olganda yomon emas. Faqatgina o'sha jigariga o'tkazib yuborgan zarbadan so'ng vaziyat o'zgarib ketdi. Rasul Muhammedov o'sha paladan boshlab raqibiga birinchi navbatda yetib oldi, keyin o'zib ketdi. Ochkolar hisobiga bo'yicha ham bor edi zarba. Hozir beddan past qismiga tepib yubordi. Ichki low kick zarbasini yo'llash chog'ida
1 daqiqa 7 soniya. Zarbalar farqi esa anchagina katta do'stlar. Biladi, ko'p bor to'qnashga kelishgan har ikkisi. Nimalarga qodir ekanligini ham biladi. Low kick ichga o'tyapti. High kick himoyasi joyida ekan, ha? Salimboy hozir ham back fist qo'li joyida qolgan. Faollashdi. Ammo mana bunday zarba ichga low kick. Ikkinchi bor ogohlantirilyapti. 49 soniya. Farqni Sanchik kattalashtirib tashlabdi. Juda qiyin bo'ladi Abdullayevga yetib olish. Zarbaning qiymatini ko'rishingiz mumkin, ha? Uppercut zarbasi. Yana bir low kick. Clinch. Masofani uzoqlashtirish mumkin. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Aylama zarba berishdan oldin front kick zarbasi bilan raqibni to'xtata oldi. Va mana bunday hujum tashkil qilyapti. Abdullayev so'nggi soniyalar middle kick. Yana o'sha jigarga tizzada hozir ko'tarishga harakat qilib ko'rgan edi. Back fist va yakunda yana bir zarba tizzaga. Jang esa yakuniga yetyapti. Harakat qildi Salimboy. Rasul Muhammedov o'sha chap qo'lida jigarga yo'lagan zarbasidan so'ng hammasi boshlandi. Muammolar shundan boshlanadi. Ungacha Nurmuhammad Abdullayevda hammasi yaxshi edi. Zarbaning qiymati qanchalik bo'lishini mana shu vaziyatda bilib olishingiz mumkin do'stlar. Hurmatli aziz do'stlar, sportchilarimizni taqdirlash uchun Jizzax viloyati hududiy milliy olimpiya qo'mitasi ijrochi direktori Akmal Ahmedov taqdirlash uchun taklif qilinadi. Hududiy milliy olimpiya qo'mitasi rahbari 3-0 hisobidan ko'k burchak Salimboy Rasul Muhammedov g'olib chiqdi. Akmal Ahmedov taqdirlash uchun chiqqan. Salimboy Rasul Muhammedov. Demak, 51 kilogramcha bo'lgan vazn toifasida yoshlar o'rtasida kabir yo'nalishda O'zbekiston chempioni. Sovg'ani taqdirlash uchun Oybek To'ychibayevni taklif etamiz. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi raisi. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi rahbari Oybek Narmetov. Mana shu turnirni tashkil qilishda o'zining katta hissasini qo'shgan Akmal Ahmedovga esdalik suvenir sovg'asini taqdim etmoqda. Qolaversa, sportchilarga qimmatbaho sovg'alar ko'ryapsiz. Va albatta medal taqdim etilmoqda.